O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 88-modda atmosfera havosini muhofaza qilish talablariga rioya qilmaslik, qurilish ishlarini va boshqa ishlarni bajarish chog'ida yonilg'i moddalarni va qurilish materiallarini bir joyga to'plashda, ushbu moddalar va materiallarni, shuningdek yoqilg'i hisoblanmaydigan materiallarni yoqishda atmosfera havosini muhofaza qilish talablariga rioya etmaslik, maxsus texnik qurilmalarni qo'llamasdan butumni eritish, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3dan 1 qismidan 1 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 3 baravaridan 7 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Dala va aholi punktlarida ang'iz, xazon va shox shabbalarni yoki o'simliklarning boshqa qoldiqlarini yoqib yuborish atmosfera havosini zararli moddalar bilan ifloslantirishga olib kelsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu moddaning 3-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 7 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.